3D modelingga o'rganib yaxshi qo'ldan ish kelgan odamga ish naqd. Qanaqasiga deydigan bo'lsangiz, bu marketplace'lar orqali, ya'ni o'zingizni onlayn do'koningizni yaratish orqali siz 3D modellarni yaratib, o'tda sotib, daromad qilishni o'rgan bo'lgan kuningizdan boshlab yuborsangiz mumkin bo'ladi. Xo'p, endi marketplace'lar to'g'risida qisqacha ma'lumot berib o'taman. Bugungi kundagi bizdagi mashhur marketplace bu shu 3DDD sayti. Bu sayt asosan interyer dizaynerlar uchun mo'ljallab ochilgan sayt, ya'ni bu yerda asosiy sotiladigan modellar shu interyerga ishlatiladigan modellar. 3DDD saytini bitta sherigi ham bor. 3D Sky u Yevropa tomonga ishlaydigan saytning bir bo'limi hisoblanadi. Chunki unaqa dog'mi, ikkalasini bazasi bitta. Siz 3DDD saytiga modelingizni yuklaydigan bo'lsangiz, 3D Skyda ham modelingiz paydo bo'ladi va u yoqda ham sotilish ehtimoli paydo bo'ladi. Farq nimada bo'ladi? Farq narxida bo'ladi. 3D Skyda sotiladigan bo'lsa $7, 3DDD saytida sotiladigan bo'lsa $3 atrofida sotiladi. 3DDD saytini o'zi haqidagi qisqacha ma'lumotlar shundan iborat bo'ladiki, saytda 1 milliondan oshiq model bor. Saytning yillik sotuvi o'tgan yilgi o'zligini berishgan statistikaliga qaraganda 2 milliondan oshiq. Saytdagi sotuvlar 2 million dona bo'ladigan bo'lsa, ularni taxminan 70 ga 30 deb olsak, 3D Skydan 30% bo'ladigan bo'lsa, 3DDdan 70% bo'ladigan bo'lsa, $3 ga $7 deb oladigan bo'lsak, taxminan qancha summa bo'ladi? Hisoblab ko'rib, kommentga yozib ketinglar. Bu statistikalardan qanaqa xulosa olsak bo'ladi? Demak, bu maydonda ish bor. Sotuv bor. Faqatgina biz o'zimizni sifatli modellarimiz bilan kirib kelib, o'zimizni foydamizni olib chiqib ketishimiz qolgan xolos.